2026 Chevrolet Son yangi avlod pikapi zamonaviy dizayn, kuchli imkoniyatlar va kundalik foydalanish uchun qulay yechimlarni taklif etadi. Old qismi agressiv radiator panjarasi, LED faralar va sport uslubidagi bamper bilan yanada jozibador ko'rinadi. Kuzov mustahkam materiallardan tayyorlangan bo'lib, og'ir yuklarni tashishga moslashtirilgan. Salon keng va qulay, sifatli materiallar bilan bezatilgan. Katta sensorli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi haydovchiga zamonaviy tajriba beradi. Raqamli asboblar paneli barcha muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Kuchli dvigatel va takomillashtirilgan uzatma tizimi yo'lda ham, notekis hududlarda ham ishonchli harakatni ta'minlaydi. Toliq gildirakdan tortish tizimi qiyin sharoitlarda qo'shimcha barqarorlik beradi. Yoqilg'i sarfi avvalgi modellarga nisbatan samaraliroq bo'lishi kutilmoqda. Xavfsizlik tizimlari orasida favqulodda tormozlash, bolakni ushlab turish, kor nuqtani kuzatish va adaptiv kruz nazorati mavjud. Orqa kamera hamda 360 darajali qorish tizimi mashinani boshqarishni osonlashtiradi. Yukxona kengligi ishbilarmonlar va sayohatni yoqtiradigan haydovchilar uchun katta afzallik hisoblanadi. Osma tizimi qulaylik va yuk ko'tarish imkoniyatini muvozanatda ushlab turadi. Interyerda ko'plab saqlash joylari va uz portlari mavjud. Chevrolet Son oilaviy foydalanish hamda biznes ehtiyojlari uchun mos tanlov bo'lishi mumkin. Zamonaviy tashqi ko'rinish, ilg'or texnologiyalar va mustahkam konstruksiya ushbu modelni pikap segmentida kuchli raqobatchiga aylantiradi. Sizning fikringizcha yangi Chevrolet Son bozorda muvaffaqiyat qozonadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozing. Tarmah kanaliga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini bosishni unutmang. Shunda eng yangi Chevrolet avtomobillari haqidagi sharhlar, sinovlar va yangiliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Biz bilan qoling va keyingi videolarda yanada qiziqarli avtomobillarni birgalikda kashf etamiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yangi videolarda ko'rishguncha do'stlar.